Sen o'lib ketsang bo'lardi. Mana shuncha muammo bo'lmagan bo'lardi. O'shirova sen o'ylab gapiryapsanmi? Men nima qildim Kozim? Tinchgina ishlab kelayotgan bo'lsam, nima senga zararim tegyaptimi? Ha. Zararing tegyapti. Seni bolalaring ortidan oyim sarsonu sargardon bo'lib yuribdilar. Bolalaringni olib sakkillab ko'chada yurguncha, mana bu uydagi ishlarni qilsang bo'lardi. Uy ivirsib yotibdi. Bolalaringni ham moldan farqi yo'q. Hamma yerni yoyib yuradi. Hey, Bir martagina bolalarimni xursand qilaman degandim. Shuni ham gapiryapsan. Nima, ularda nima gunoh? Meni yomon ko'rsang ko'r. Gapirsang gapir. Lekin bolalarimni gapirma. Ey, menga aql o'rgatyapsanmi? hey. Iya? Bu nima qilganing? Opang-ku. Opam emas meni bu. Bo'ldi Lola. Xonangga kir. Bora qol. Sen o'zi insonmisan? Men seni o'zim tuqqanmanmi yo ko'chadan topganmanmi? Ertaga uylansang nima bo'ladi? Hamma kelinni yomon deydi. Kelin kelsa o'g'il aynibdi deydi. Seni o'zi fe'ling yomon. Hali kelin kelmasdan turib shunchalik gapiryapsan. Mabodo kelib qolsa o'ldirib qo'yar ekansan-da, a? Kerak bo'lsa o'ldiraman ham.